1 million 200 ming rubl tangani oldingiz. Endi nima qilmoqchisiz bu pulda aka? Qachon O'zbekistonga ketasiz? Endi nima qilmoqchisiz bu pulda? Hamma qiziqyapsiz pulingiz bilan. Kommentariy to'lib ketdi aka, pulni oldi degan gap bilan aka. Nima qilamiz aka? Tez kunda qaytamiz avvalambor, xudo xolasa, nasib bo'lsa. Nima qilardim aka? Nasib bo'lsa borgandan keyin kreditlar yopib, qarzlarni yopib, nasib bo'lsa ota-onamni umraga jo'natmoqchiman. Bu вообще zo'r narsa. Zo'r narsa. Umraga borish kerak. Umraga aka, shunga o'zi xarajat qilmasdan bironta tur topib bersak qanday, nima deysiz? Siz hozir shunchalik trenddasiz. Million odam ko'ryapti aka sizni. Siz undan xarajat qilishingiz ham kerak emas. O'zbekistonda bir dastoyni bir tur bordir. Mana shu bizga emas aloqaga chiqsin, mana shu. Kim qaydagi mana menga jang ber degan shaytonlar qo'llab yuribdi-da, to'g'risida odamlar. Aka, to'g'risi. Haqiqiy geroyni qo'llaydigan vaqti oilasini jo'natmoqchi, begonani emas, bir boshqa narsaga so'ramayapti. Oilasiga, davay, padeshkan qilinglar, maksimalni yurakchani bosib jo'natib, shuni tarqatinglar shu videoni. Topiladi. Videoni kim qaysi bloger ko'radigan bo'lsa, maksimalni tarqatinglar, shtob ko'rsin o'sha turda egalari, olib bersin shu odamning ota-onasini umraga jo'natishiga sizlar ham bir sherik bo'lib qolinglar.